Ko'pchilik moliya va buxgalteriyani bir xil narsa deb o'ylashadi. Lekin mohiyatiga ko'ra, ular bir-biridan butunlay farq qiluvchi funksiyalarni bajaradi. Bu farqni tushunish biznesingizni yangi bosqichga olib chiqishning kalitidir. Buxgalteriya bu birinchi navbatda tartib va aniqlik tizimi. Uning asosiy vazifasi bo'lib o'tgan barcha moliyaviy voqealarni yozib borish va hisoblashdir. Buxgalter har bir daromadni, qilingan xarajatni, mavjud aktiv va majburiyatlarni qog'ozga tushiradi. Buxgalteriyaning yakuniy mahsuli bu korxona yoki shaxsning moliyaviy holati haqidagi o'tmishga asoslangan aniq va faktik raqamlardir. Moliya esa buxgalteriya taqdim etgan raqamlardan boshlanadi. Agar buxgalteriya nima sodir bo'ldi degan savolga javob bersa, moliya endi nima qilish kerak degan savol bilan shug'ullanadi. Moliya bu ma'lumotlarni tahlil qilish, rejalashtirish va strategik qarorlar qabul qilish san'atidir. Aynan moliya yordamida korxona qaysi loyihaga sarmoya kiritishni, qanday qarz olishni yoki byudjetni qanday taqsimlashni belgilaydi. Shaxsiy hayotda ham bu tamoyil xuddi shunday ishlaydi. Sarflagan pulingizni hisoblab borish bu buxgalteriya. Daromadni ko'paytirish va jamg'armalarni samarali boshqarish strategiyasi esa bu moliyadir. Xulosa qilib aytganda, buxgalteriya faktlarni yozadi. Moliya esa shu faktlardan kelajakni qurish uchun foydalanadi. Ular bir-birini mukammal to'ldiradi. Aniq raqamlar bo'lmasa, to'g'ri qaror qabul qilish imkonsiz. Strategik qarorlar bo'lmasa, raqamlar shunchaki qog'ozda qolib ketaveradi.